Manchesterda katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bilasanmi, Pep Guardiola nimani rejalashtiryapti? Abduqodir Husanov Premier Lig tarixidagi ilk o'zbek futbolchisi. 45 million yevrolik himoyachi. Manchester City'ning haqiqiy temir devori. Va mana kim Abduqodir bilan bir jamoada o'ynashi mumkin? Vinicius Junior Real Madridning eng qimmat futbolchilaridan biri va Braziliyaning eng yorqin yulduzi. Guardiola uni 150 milliondan 200 million yevrogacha bo'lgan summa evaziga olib kelmoqchi. Tasavvur qiling. Ortda Abduqodir Husanov himoyada. Oldinda Vinicius Junior hujumda. Ikkalasi bitta jamoada. Real Madrid Viniciusni olib qolmoqchi, lekin Manchester City bu transfer uchun hamma narsaga tayyor. O'zbek yigitining jahon futboli super yulduzlari bilan yelkama-yelka o'ynashi bu faxrli manzara.